Assalomu alaykum. Siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega bir xil vaziyatga ikki xil inson mutlaqo boshqacha yondashadi? Bitta inson imkoniyatni ko'rsa, ikkinchi inson muammoni ko'radi. Yoki bo'lmasa, bitta insonni nimagadir yaxshi so'z ilhomlantiradi, ikkinchi insonni esa negadir tanqid ilhomlantiradi. Bu insonning aql darajasi emas, bu insonning xarakteri emas. NLP'da buni meta dasturlar deb atashadi. Meta dastur bu miyamizdagi axborotni saralaydigan fikrlash filtri. Har kuni biz minglab ma'lumotlarni ko'ramiz, eshitamiz va his qilamiz. Ammo bizning miyamiz bu ma'lumotlarning hammasiga bir xil e'tibor bermaydi. Shuning uchun bu axborotlarni saralaydi. Kimdir avval imkoniyatni ko'radi, kimdir avval xavfni ko'radi, kimdir umumiy manzarani ko'radi, kimdir esa faqat tafsilotlarni ko'radi. Mana shu oddiy saralash usullarini biz NLP'da meta dasturlar deb ataymiz. Tasavvur qiling, 4 ta do'st restoranga kirishdi. Chiqishdan ulardan restoran qanaqa ekan deb so'rashdi. Birinchisi restoran yoqqanini aytdi, ikkinchisi narxlar qimmat ekanini aytdi, uchinchisi esa ofitsiant juda sekin ishlashini aytdi. To'rtinchisi esa taomlar shirin ekanligini aytishdi. Savol: restoran 4 tami? Yo'q. Vaziyat bittami? Ha, vaziyat bitta. Lekin ularni nega javobi 4 xil? Chunki ular o'zlaridagi meta dasturlar orqali ma'lumotlarni saraladi. Meta dasturlar nimaga e'tibor berishimiz, qanday qaror qabul qilishimiz, odamlar bilan qanday muloqot o'rnatishimiz, stressni qanday kechirishimiz va muammolarni qanday hal qilishimizga ta'sir qiladi. Agar siz psixolog bo'lsangiz, meta dasturlar orqali insonlarni qanday fikrlashni tez anglab olasiz. Agar siz rahbar bo'lsangiz, meta dasturlar orqali qanaqa qilib xodimlarga motivatsiya berishni o'rganasiz. Agar siz ota-ona bo'ladigan bo'lsangiz, har bir farzandga bir xil usulda ta'sir qilib bo'lmasligini o'rganasiz. Agar siz sotuvchi bo'ladigan bo'lsangiz, meta dasturlar orqali mijozning fikrlashiga mos tarzda u bilan muloqot o'rnatishingiz oson bo'ladi. Bu yerda biz bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Meta dasturlarning yaxshisi yoki yomoni bo'lmaydi. Har bir meta dastur bitta vaziyatda o'z foydasiga ega. Faqat biz vaziyatga qarab meta dasturlarni o'zgartirib va o'sha vaziyatga moslashtirishni bilishimiz kerak bo'ladi. Keyingi videoda biz sizlar bilan meta dasturlarning har biriga batafsil to'xtalib o'tamiz va uni qanaqa qilib aniqlash mumkin, psixologik konsultatsiyada qanday qo'llash mumkin, rahbarlik va sotuvda qanday ishlatish mumkin. Bular to'g'risida batafsil gaplashib o'tamiz. Video agar foydali bo'lsa, like bosing va kanalimizga albatta obuna bo'ling. Keyingi videoda biz siz bilan global va batafsil meta dasturni to'liq misollar bilan tanishib chiqamiz.